Bu yıl Ağustos aylarının ahirleri Türkiye'de turistlik Sahibe Sayramoğlu isimli bir Uyghur kız Twitter supsida inisi Quddusjon Abduvelining Xitoy doiralari tarafidan tutib ketilganligini oshkorlagan edi. Ayni vaqtda u o'zining Bortalada yashayotgan oilasining Xitoy hukumatining besimiga duch kelayotganligini, soqchilarning inisi haqidagi har qanday bir uchurni xalqaroga oshkorlamaslik haqida tahdid selayotganligini aytgan edi. Sahiba yaqinda Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib, inisining Qumuldagi turmaga yo'tkab ketilganligini, hozirgacha uningdan hech bir xabar yo'qligini, shundaqla inisining sababsiz ham qonunsiz tutib turilayotganligini bildirgan. Sahibaning aytishicha, uning idisi Quddusjon Abduveli Qarmay kasbiy texnika institutini bu yil 6-oyda bitirgan ekan. O 7-oyning 12-kuni G'uljidan Bortalaga qaytish yo'lidagi tekshirish punktidagi yerlik soqchilar tarafidan qo'lga olingan. 3 kundan keyin u Qumul soqchilar tarafidan Qumul viloyatlik turmaga yo'tkab ketilgan. Hozircha Quddusjonning ahvoli haqida oilasidagilarga hech qanday ma'lumot berilmagan. Xitoy Yevropa ittifoqining import qilingan elektronlik mashinalarga to'liqlama tekshirish boshlaganligidan bearam bo'lganligini bildirdi. Xitoy Savdo ministrligi bu vaqtdagi bayonotida tekshirish qarorining yetarli dalil isbotlarga tayanmaganligini va Dunyo savdo tashkilotining belgilamalariga uyg'un emasligini o'ttirg'a qo'ydi. Oldingi oyda Yevropa ittifoqi komiteti Xitoydagi to'qliq mashina ishlab chiqaruvchilarga davlat to'liqlamasi berishning nomuvofiq raqobat bo'lganligi haqida tekshirish boshlaydiganligini e'lon qilgan bo'lib, tekshirishga munosabatli rasmiy uqtirish 4-oktyabr Yevropa ittifoqi rasmiy jurnalida e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida o'tkazilgan xalqaro Valday klubi yig'inida navbatdagi masalalar to'g'risidagi savollarga javob berdi. Putin Rossiya-Xitoy hamkorligining yer shari muqimligining muhim omil ekanligini o'tirg'a qo'ydi va Moskvaning G'arbning qarshilashish siyosatiga qarshi bexatarlik va iqtisod sohasidagi Beijing bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirganligini bayon qildi. Iqtisodshunoslar uy bozoridagi davolg'ish va unumli rag'batlantirish tadbirlarining yo'qligini ko'zda tutib, Xitoyda 2023-yildagi iqtisodning o'sish mo'ljarini 5% ga tushirdi. Nikkei va Nikkei tez xabarlari olgan eng yangi tekshirishga qatnashgan 29 analizchi 2023-yildagi GDP'ning o'rtacha mo'ljarini 0.5 point tuvallatgan. Türkiye Savdo ministri tayyorlagan importdagi noto'g'ri raqobatning oldini olish uqtirishida davlat ichidagi ishlab chiqaruvchilarning iltimosiga asosan Xitoy, Hindiston va Vyetnamdan kelgan bir qism yetkazish belbog'larining oxirgi tekshirishiga qarta tekshirish boshlanganligi bildirilgan. Falastin qarshilik ko'rsatish tashkiloti Hamasning qurolli qanoti izidan Qasim brigadalari qamal qilingan G'azza rayonidan Isroilga qarshi Aqsa Kelkun nomli keng ko'lamli harakat boshlaganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Isroiliya davlat mudofaa armiyasi Hamasning Aqsa Kelkun harakatiga qarshi to'mir qilish harakatining boshlanganligini e'lon qildi. E'lanishicha, Isroiliya ishg'oliyat ostidagi Yordan daryosining g'arbiy qirg'oqidan sharqiy Yerusalimga kirish-chiqish eg'izini taqib etgan.